Tamamlanlaşacağız, hürmetlik vatandaş. Soğukka sel kargılı bulmaydı iken cuma. Şivirgan hazır, cuma vatandaş. Tontok dikkat, soğukka dikkat, soğukka. Yukarı diksiyanın devamı hürmetlik vatandaş bugün. Çislağa 2021 yıl 11. ayının 20. günü vatandaşım. Yukarı diksimizin devamı. Şundak bez bulanı. Tayvan'la müstakil buluşqa rağbetlendirmeymiz. Biz ulanı Tayvan kanunun talepleri boyunca iş qilishqa rağbetlendirmiz. Ular Tayvanliklar özleri karar kılsın. İş mana şundak. Amerika Qo'shma Shtatlar Muavin davlat ishtirokati vakillar umikini başlap Tayvan iqtisodiy gullanish sheriklik munosabati dialogiga qatnashishi deb e'lon qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi 11 ayning 19 kuni bunday e'lon qildi. İqtisadi taraqqiyot, energiya, muhit ishlarga mas'ul muavin davlat ishtirokati va göz frandiz vakillar umigini boshlab ikkinchi navbatlik Amerika Tayvan dialogiga qatnashdi. Bu qatimqi dialog suhbati Amerikaning Tayvanda turishliq vakolatxonasi o'rinlashtirgan. Haftanın birinci günü Tayvan Taybey'de Washington'da o'xshashli bir vaqtda ekran shaklida suhbat maydonga chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi bayonotida bunday ko'rsatdi. Bizning hamkorlik munosabatimiz ikki tarafning kuchli savdosi va mablag' selishi el-aro bardakaldi munosabatlar erkinlikni qo'g'dash va qimmat qarashlari asosi ustiga qurilgan. Angliya vaziri qishliq olimpik murosimini cheklashni o'ylashdi. Tashqi ishlar vazirining pozitsiyasi intayin qattiq. Mavzuli xabar 11 ayning 19 kuni Vanbi torbetida e'lon qilindi. Bu yana yangi bir xabar vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Beijing qishliq olimpik murosimini diplomatik ravish cheklamoqchi bo'lganligi amdili o'ttirg'i chiqib edi. Angliya matbuoti bunday ko'rsatdi. Angliya vaziri Johnson Beijing qishliq olimpik murosimini cheklashni o'ylashdi. Navbat hukumatning ichki qismida aktiv muhokama qilinyapti. Hatta bunda qo'yilishni tashqi ishlar vaziri qattiq qo'llaydigan bo'ldi. Times gazeti bunday ko'rsatdi. Angliya vaziri Boris Johnson 2022 yil 2 oyda Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpik murosimini cheklashni o'ylashayotganda tashqi ishlar ministri Liz Truss ham pozitsiya jihati qattiq qo'llaydiganligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden navbatda Oqsaroyda Kanadaning vaziri Justin Trudeau bilan suhbatlashayotganda muxbirlar sizmi olimpik qishliq murosimini cheklashni o'ylashyapsiz deb savol qo'yganda Kanadaning vaziri Justin Trudeau bunday ko'rsatdi. Bu ishni hozir o'ylashyapmiz. Yaponiyaning vaziri Antian Wenxiong 19 kuni bunday tilga oldi. Har bir davlatning o'zining maydoni va o'ylaganlari bor. Yaponiyaning maydonida turib bu ishni o'ylashidi. Hozir qanday taqabul turishni taxi o'ylashmadik deb javob berdi. Vatandoshim muhokama qilar edim. So'g'oqqa bo'lmay qoldi. Kechiringlar vatandoshlar. Bu gaplarimizni atog'i sizlar bilan birga muhokama qilamiz.